tadbirini o'tkazib oldik o'quvchilar bilan birgalikda. Yig'inda o'quvchilarga chiroyli qilib ma'ruza qilib berdi. Ma'ruzam jadid manfaatparvar shaxslar haqida edi. O'quvchilar o'zlariga kerakli ma'lumotni olishgan. O'tgan yig'inda ham shu haqda ularga ma'lumot bergan edim. Bugungi yig'inda ulardan savol-javob o'tkazdim. O'quvchilarimiz juda faol, hamma ma'lumotlarni eslab qolishgan. Endi hozir ularni birgalikda kelajak soati darslarini kuzatamiz. Qani ketdik. Sinflarda darslar boshlangan. Qani sinf rahbarlari qanchalik darajada kelajak soati darslariga tayyorgarlik ko'rganliklarini guvohi. Mana biz hozir 3-qavatga ko'tarildik. Yuqori sinfdan boshlaymiz. Yuqori sinf ustozlari kelajak soatiga qay darajada tayyor? Hozir buni guvohi bo'lamiz. 8 sinfimiz darsni davlat madhiyasini kuylash bilan boshlanibdi. Bularni hozircha bezovta qilmaymiz. Narigi sinfga ishlaymiz. Demak, mana ko'ryapmiz, bola qanday gadjetlardan foydalanishi, nima oqibatlar olib kelishi. Qaysi bobomiz haqida gapiryapti? Mirzo Ulug'bek. Mirzo Ulug'bek kim bo'lgan? Qani? Astronomik. O'rgangan. Yaxshi. Nimalar o'rgangan? Yulduzlarni. Qancha yulduz o'rganganini bilamizmi? 1018 ta yulduzni nima qilgan? O'rgangan. Demak, buyuk olim, astronomik olim. Hozir qayerga bordi bola? Mirzo Ulug'bek rasadxonasiga bordi. Mirzo Ulug'bek rasadxonasi qayerda joylashgan? Nimadan? Qayerda? Samarqandda joylashgan. 7-sinfimiz eng faol sinf. Sinf rahbari ham o'quvchilar. Sonra o'yin o'ynaganda inglizcha so'zlar chiqqan, ingliz so'zlarni ma'nosini bilmagan keyin ingliz til o'rganishga qiziqdi. Gadjetlarga bu telefonlar kiradi. Eng asosiy siz bilgan, doimo aloqaga kirishadigan bu telefon. 3-sinf o'zi haqida nima qilamiz sizga aytadi. Aziz opaning telefoni quloqsiz yoqadi. O'sha kuni quvvat olayotganimda o'yladi. Rosa qizib ketdi. O'ylagan mayli, lekin ko'zini og'ritib qo'yganimdan xafa bo'laman-da. Bugungi birinchi soat kelajak soati va bugungi mavzuimiz gadjetlar va men mavzusi edi. Gadjetlar va men mavzusida biz gadjetlardan to'g'ri foydalanish va noto'g'ri foydalanish qoidalarini ustozimiz juda tushunarli qilib bizga mavzu tanishtirdi. Bugungi mavzudan o'zimga xulosa olganim shuki, gadjetlardan